Nimishqa urmaydiganda, nimishqa urmaydiganda. Vay. Zul. Hey, bu to'xtini uyi emas. Sarang. Vay. Zulxumarma? Ha? Yo'q. Xanam, men Zul. Ya, to'xtab turing, xanam, o'sha Zulxumarning telefon nomeri. Vay. Guangzhuma? Zulxumar bormi? Hey? Men Zulxumarni izlayaptim. Nima? Zulxumar deb odam yo'q? To'xtang, nima deysiz? Chet elga? Merdon. Nim bo'ldi? Sana nim bo'ldi deyapman. İchib oldingmi nima? Nim bo'ldi deyapman. Gap qilsang-chi. 3 milyon. Nima 3 milyon? 3 milyon. Zulxumar. 3 milyon. Ha? Voy Allah, qanday qilay? Men qanday qilay? Bu ne gitti? Endi to'ydimmi? Mening deginim rasm ekan. Endi to'ydimmi? Xo'p bo'ldimi endi? Xo'p bo'ldimi? Xuddayız. Ayaklı kanca. 60 kıl. Alsanız. Ezarıklanırsınız. Ezarıklanı kanca kalırsınız. O sıkıl kanca. Oğlum tutma! Sokakta bulak gitti! Ay beni sokakta bulak gitti! Oyan! Oyan! Ay! Siz oğlum. Sizge iş bulmağanda. Qiyishnim bo'lmadi. Ay! Bir yeriniz ağrımadı. Ya ağrımadı. Somkanız değil. Sizge qanday rahmat aytsam bo'lasizmi? Arzimaydi. Ismingiz nima? Baxtinisa. Baxtinisa, sizga rahmat. Az bo'lsinmi? Bu pulni eling. Eling-a? Ammisangiz. Olsam bo'lmaydi. Bu mening ko'nglimga. Ammisangiz. Mening ko'nglimga qoldi. Eling-a? Bo'ldi. Rahmat. Unda qilsangiz meni Hicil qilib qo'ysiz. To'xtab turmang singlim. Siz nima ishlaysiz? Men yakka tijoratchi. Tijoratchida beshingizga kun tushsa, meni izsiz bo'ladi. Siz nima ish qilasiz? Mening sherkitim bor. Menga sizdek jonliq bir yordamchi kerak. Bu mening sim kartochkam. Vaqtingiz yetsa, men izsiz bo'ladi. Qo'limdan ketishicha sizga yordam qilaman. Xo'sh amsa, xo'sh.
Düşe. Maşinada düşe. Yo'qolib ketding-ku. Ha? Ne ketding? Ha? Hey. Pulni qachon bersan? Men aslib emakchidim aka. O'zingizni bilasiz. Men qo'ymachiga uchrab ketib, ular chet elga qochib ketdi. Menda nima deb pul bo'lsin? Ötəvə neri? Vurula! Yerəm səbəbsə! Pulunu qaçar versə! Ben kulağımızda! Vay maşa! Yap qıla! Bakın dere! Aka, beni vurma. Ben derey. Ben derey. Ben babası bulandı. Emmini al. Malımı al. Benden düştüm yok. Anlap dur. Ben sana bir həftə möhlət verək. Bir həftəgəcə pulunu qaytırmaydıgan bolsan, o vaxtda bütün mal mülkünü musadir qılma. Matal, aka, matal. Beni vurmasan kaçan saç. Kaçan! Hazırca maşinanı musadir qılma. Ya. Maşinam kapkansın. Qarzanı tölemeydiğen bolsan, hele o maşinanki yeni olmalı ben. Yürü ola. Qeyna asıla, rəhmət. Qarsıla, şu çağda heliqi Yusuf Malim degen qadayğı tekken bosla. Nədi bundaq çıraylık öy deslə, onunla tegməyi koyma oradan Xudayım bir saxlap diken, o qadayğı tekken bolsam, bunçilik həşəmətlik öy. Nədi deslə, o qadayının qızıdın. Aran degen Degen çıraylık öy bu. Macallarynyň çıraylıqlygyny, halqalarına yaraşyp. Hay rəhmət, bunçilik mi emas. Ərziməslim elə. Bahar xan tolu yapıp başlarını ağır tebettim mi neyme? Ay yaqay, mən mısırlını seyğinib qapı diken mən. Vay. Apa! Canım balam, Vay. salınım boldu. Vay canım balam, seni kim urdu? Münafıkla orada. Qaysım napıqla, Qarzigiler ço. qaysı qəriz? Ular tek altın üzük, altın zincir, yanfullarımın hepsini Ədim tatı olsun, aldı. özən sağ kənsə, canım balam, özən sağ kənsə. O ne bilənim, qar çabuk canım balam. Ular tek bana bir ay mühlet verip, bir ay gıcık qazdı qaytırmışsan. Ay Allah. Eyvah onu musadır kılımız dedi apa. Ay kelişməzlikli bolsun bizga kelemdi. Əmdi qandaq qılamen, əmdi qandaq qılamen. Əmdi günümüzü qandaq ötküzümüz canım balam. Vay vay. Maşinamda mı tatı aldı? Boladı. Xatırcam bolun. Həmin malını vaxtı tapşırıb alımız. Xeyr xoş. Mal kepti. Tapşırıb elinla.
ishkirga evatadigan mallarni qanday qilamiz? Bugundan qamısın. Bo'ladi. Singapurga 10 ming dona gilam ketdi. Malayziyaga 5 ming dona gilam ketdi. Jami sommasi 380 ming dollar bo'ldi. Qancha? Umumiy sommasi 380 ming dollar. 380 mi? Ata, men bilan chet elga chiqsiz. Qiyinchiligingiz bormi? Yo'q. Balamga qaraydigan odam bor. Chiqaverman. Undaq bo'lsa baldirroq berib, tayyorligingizni qiling. Ma'qulimsa. Yüz koy vereyim aka. Ha, kim bula oğlum, kim bula? Kim bo'lmaydi aka. 120 koydun Men bo'lsa to'g'riman emasmi? Ha? Undaq bo'lsa kelishdik. Ha, ma'qul, kelishdik. Bu kal kimniki? Meniki Necha pul baho qo'yding? 700 koy. 500 ko'yga bera bo'ldi. Kim bula? Kim Ha, bula? qanday bo'ldi? Kelishdingmi? Kim bo'lmaydi, bera. Akila qiluvni malli kesib qo'yay. Ha? Bo'ldi, talashmanglar. Ha. Ol, Qanday, tuzsiz qo'limda? Ha, Bo'lmaydi, tuzsiz. bo'lmaydi. Ha? Bo'lmaydi. Balam, keşkiç xiyal sürüp o'ltiraveremsen. Unda qilsang kesel bo'lib qolsan. Bire ish qilsang bo'ladi. Uy ijarasini to'layolmayapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, ballalarim kelinglar, kelinglar. Ateşim var. Kelinglar. Yuqori chiqinglar. Qanday qadash? Yaxshimi? Obdan turvatamsa. Onunğa gap qilib qo'ysanglar bo'pti-ekan. Kichkina bo'lsa-mu ovqat qilsin. Quruq xiyal surib o'ltag'anning zodi nim foydasi bor. Gap qilib qo'yinglar ballalarim. Shunda qilaylar. Shundoq Ma'qul. bo'lsin. Adash. O'shunda o'ltiraveramsa, Ya bo'lmasa, biz bilan birga qassobchilik qilamsa. Qo'shinlardan tuz so'rab chiqay. O'ltirib turinglar. Adash. Qanday qilsa? Bu Turkiyaning Gümüşsuy markali kelimi dunyo bo'yicha 2-o'rinda turadi. Umumiy sommasi 5200 dollar. 5200 dollar. Xo'jayin, malning anisi sukut ketdi. Ha, bo'ldi, rahmat. Allohning shukr bo'ldi. Endi biz o'sha bilan jamba qilgan bo'lgan ekan. Buni berasiz o'tga. Ha, bolangizni pulini berib. Bu qayerda? Mashinaning yerida. Ma'qul. Hey, xo'jayin. Men malni Nereden sen? Qanday ahvoling? Yaxshimisan? Sen bu yerda nima ish qilyapsan? men tijoratning cho'ng kichik bo'lmagan ekan adash. Endi qaysi fitir kelsa, shuni qildigan gapkan. Shuni tanlab oltamay. Qilaverdim hammani. Obdan o'ylabsan. Nihoyat yaxshi bo'pti. Nihoyat yaxshi bo'pti. Halol ishlab, halol pul topgan yetamdi. Rastaysan adash. Men mangay. Aras. Men mallarni tushirib etdim. Ha, bildim.
Rahmat. Arzimaydi. Hey, to'xtag'ina. Ekile. Ma. Ala. Ala degankin ala. Ala. Tatılmay ala. Arzimaydi. Hey, to'xtag'ina. Ha? Ekile. Yelaqaya Ayshamxonning uyi nada, bilamsan? Av ko'chining do'xmishlik quradi. Oy, sabırmısın balam? Qandaq ahvalın, yaxşı turdunmu balam? Oy, tuyuqsuz kirib, həcəbmi qoqut vətdin ha meni? Pulni deb 2 yoshning baxtiga o'ltag'anliging uchun albatta qo'rqsan-da. Oy, cinim balam, isim qursun. Meni keçirgin balam şu çağda resmi izib dikənmən. Bəxtini sani bəxtli olsun deb, şundaq qıptı mən. Onun bundaq bəxtsiz bo'lib qaldığını nədim bilay cinim balam. Onu bilgan bo'lsam, bundaq ishni hargiz qilmaskanman. Uni rost bəxtsiz qilib qo'ydim. Qandaqsiga? Oy, qandaqsiga bo'lmoqchidi. Merdan degan u lükchak, boshqa birsiga buzilib, bəxtini sani uydan qo'g'lab chiqarib yutibdi degina. O buzuq xotinmo'g'i Merdanға tozi ketibdi. Merdanning bütün tapqan tagini hammani yig'ib, o chet elga qechib ketibdi degina. Ha, shunday qilib u lükchak baxtini sog'imi qildi, o'zigimi qildi degina. Hey, bichar baxtini sog'ning hozir hal kuni qandaqdi? Hey, bichara, hajabmi uvol bo'ldi uningga. Ay, isi. O lükçəkni əmdi kördüğən bolsam. O bişin neydiğən padiçi divana. Adamni həcəbmi qoqatda. Oy. O közəmdə yox elə. Beremse, ha? Nima? Qaysi pulni beraman? Asli vaslimni qurtib etding. Biring mashinamni, biring o'yvoqqamni tatib olishding. Endi po'kanchilik qilib aranjab yiqmasam, endi nimani bermay, jinimni beraymi? Yani ko'rishib qolamiz, Juma. Esingni saqla. Hoy, Baharxon! Baharxon! Voy! Kirsizlar. Voy, Baharxon. Bormisizlar? Voy, Oyshamxonda. Qanday ahvollar? Tesh to'limi? Qarsizlar, o'tkisib qo'ygandim. Bek o'xshab ketdi. Shunga sig'idi silni yavasin deb akirdim. Avar valla. Qani. Asla. Oltasla. Ay.
Qani, baxsla Baharxan, baxsla, asla. Öpküsümü oxşidi, yisipimi, hazı oxşidi. Ras oxşaptı. Tam obdan boptu. Ay Baharxan, mən bugün kimni gördüm dep baxsa? Kimni köle? Senin kelinleri Bəxtin sanı gördüm. Bəxtin sani. O səhralıqның gepini hərgiz qığıcı bomusla. Ay Baharxan, onu hazır səralıq demislər. Rasma? Qarsla, uçu hazır şundaq nocup gitdi kiygen kiyimlərinin isilliği. Ne mən degen bayvətçilərim ondaq kiyimli kiyemeydi deyslər. Şundaq mı? Şundaq. Yani deyxi Baharxan, senin nəvirlərini mi gördüm deyslər? Nəvirə? O 3-4 yaşlığa qırıb qalğandaq qılır. Ras gölüm o ya? Ras. Senin oğullarına kuyup koyğandaq oxşaydı eken deyslər. Menin oğlumğuma, vay menin nəvrəm var miken? Vay cinim balam. Menin nəvrəm baken emasmı? Menin nəvrəm baken. Hənim bolsa, ömrümün axırdı bolsumu körüp ölüp ketken bolsa meyildi. Vay kile balam kile. Olta balam. Olta. Qani ısığı diye valla balam. Ala balam, yegine. Isığı diye. Ala balam, yegine. Bək oxşadı. Yesiplerden yegine balam, ala. Qosuğunma içip qağandı. Bəxtin san köydün mu? O belkim köymedi. Şunda. Balısının balığının bilmeydi o haqqaçan. Ras. Eğer onu köyse, allı qaçan eke valar. Bahar. Menin nəvrəm baken emasmı? Man ekep bəgin. Ömrümün Oldu ağırdı bolsumu. şığılımızla Baharxan. Səvir qısla, səvir Valay qısla. canım balam. Merdan balam, Ekep bəgin, bir amal ekep qılıb, bəgin. apanğa nəvrisini ekep bəgin, balanı ekep bəgin, apanını tolu jığlatmağın. Boldu, şığılımızla Baharxan. Merdancan özü bir amal qılıdı. Boldu, səvir qısla. Ay. Ma'qulamsa, xo'sh. Hadi, bay sizga birsidan telefon kepti ekan. Kimdan? Bir er kishidan. Telefonni tiz qo'ying. Assalomu alaykum. Kim u? Voy, Zaynusada, yaxshimisiz? Choy ichimmi? Balam, meva yegina. Polo dada, at shirkatga berib hamma ishni talqib qo'yman. Eng yaxshisi boyag'achi xotiningdan pul olishni g'amini qilsang bo'larmiki? Yaxshisi o'g'ling bo'lgandan keyin xotining bilan yarashib olsang bo'ladi, adash. Ras. U men bilan menga yarashmaydi. Lekin u mendan bir umr qutulamaydi, og'illa. Ras. Mening o'g'lim uning qo'lida. Agar shu o'g'limni göröge ilib oldiganlar bo'lsak, u chaqda uning pul bermaganini bir ko'rib baqay. Assalomu alaykum. Kim u? Merdan? Ha, qandaq? Jinim xotinim, o'z vaqtidagi suyimli xotinim, meni seg'inibmi qolgansa, ha? Sen zoda nima demoqchisan? Nim demoqchi? O'g'limni bir ko'rayman, qandaq bo'lmanda? Bu nomussiz o'g'lim deyishga qanday eg'zing bor de? Vay, kim o? Men nereden? Beni köyge gelmedim acele. Ben seni şimdi sevdim. İler keçilerini unutup kaldım. Bu hayvan, sen adam emaskansan, yine telefon qiladigan bo'lsan.
Seni saqchiq ma'lum qilaman, bu nomussiz. Saqchi ma'lum qilamish. To'g'ri. Ag'ila. Agar sizlar menga maslahat berdigan bo'lsanglar, balamni bugunning o'zida go'rga elib olgan bo'lardim. Satoq yo'q. Yuringlar. Yuring. Sizlar qancha bola? 3 bola. Siz qanchinchisi? 3-inchisi. Maktabda o'qiyapsiz. O'qiyapman. To'liq o'tirib o'qiyapman. Canım balam, seni kim yapmış kaldı? Evladım yürüydü kalsa. Yig'ilma bo'ldi. Hey. Baxtsizmi? Bu men. Yering. Qandaq? Bola mening qo'limda. Nima? Balamni sen? Qandaq? Bolani mening akatkinim bo'lmabdimi? Bolani men nima uchun? Chiqma! Bolani nima uchun akatdim bilamsan? Menga pul kerak. Agar pul bersam, bolani qaytarib beraman. Bo'lmasa, bolani To'xta! Sana zodi qancha pul kerak? chiqamas. 100 ming. Qandaq? 100 ming chiqamas-ku. Beralamsa, beramamsa. Bo'lmasa, men hozir ko'rgan ustida. Chiqla! Apara! Ağladınmı? Pulunu versen be. Olmasa balonu körükte taşlayman. Veririz benim sen. Çıkın abaldı. Ben Sabir. Sabir. Siz qayerda? Nereden? Balamni go'rga elib oldi. Nima? Balani go'rga elib oldi? O nerede? O'tishim kerak-da. Pul talab qildi. Jiddiylashma. O talab qilgan pulni elib, beraver. Meni shu yerda saqla. Tez ber. Ma'qul. Bunu görüp andım balını vermen. Eğer sana balı kerek bulduğun olsa, derhal son gün taşla. Taşla! Bana şu! Pulga eriştim! Pulga eriştim! Bakınsa, siz balını tez bir yerde ketin. Tez bulun. Sabır! To'xta Sabir, aldırma. Sana deyilgan gapim bor. Rezil hayvan. Gap boschilar teshmamdoq. Bo'ldi qil. Merda, nima gap bu, ha? Sala! Voyca. Chiqmamsa. Hey! Sabir! Ben sana
nima degan? Esingda bormi? Sening bir shapalog'ingni sana o'n qilib qaytirib beraman degandim. Esingda bormi? Esingda bormi? Mana qaytirdim. Men sana degan, ortiq ishga aralashma Sabir. Vaqtini sasdan oshnamidi. Gap qila. Yo'qqa kelishma. Birga bir qo'ymat. Og'zini yop. Nima qarab turishsan? Sabir. Hayvon. Odam emas. Sabir. Yo'qlash. Sabir. Hammaga yo'qlash. Sabir. Bo'lmasa buni qurbon bo'lib ketsan. Sabir. Yo'qlashayman. Bo'lmasa buni o'ldirayman. Sabir. Anaqa. Ikkimiz saboqdash. Shundaqmi adash? Quruq keponni qo'y. Adash. Sendek iflosni ko'ra ko'zim yo'q. Ko'zimdan yo'qol. Men sendek iflosning qotili bo'lishni xohlamayman. Adash. Yo'qol. Oppo, o kim? Mening dadam shumi? Yo'q, o'g'lim, o'chi Akash. Akash. O'g'lim, meni sevib qo'yg'in. Sabir. Ala adash. Dading chiqira. Bak adaş. Duttachi Mahmud. Xo'ja. Aqilla, Sabir degan guyni o'zim bir taraf qilib atmasam, o'g'il bola bo'lmay ketdi. Baxtini seni o'z qo'lim bilan o'ldirib, mol-mulkingga erishmaydigan bo'lsam, anamning balasi bo'lmay ketdi. Ya adaş. Akilemem bir çikey. Sen bu evine mi de geldin? Öyden çıkıp git. Öyden çıkamsan çıkmamsan. Ele pulni bersam, ondan chiqib ketaman. Pul? Sana berdiğim bir temi yok. Xursandlik qilma. Ele pullarni olib chiq. Men o pullarni Darıltamga berib etgan. Meni aldayman demsan? Bu yerdan darhol yo'qol. Bo'lmasa saqchi chaqiraman. Sen saqchi chaqiramsan? Sen de saqchi chaqirmoqchimi? Pulni beramsan, bermamsan? Pul yo'q. Pul yo'qmi? Pul yo'q shundaqmi? Senda pul olmagan ekan, bundaq tatisini to'lamaydigan shumni o'g'lini yutdiman. Pulimni qo'yma. Isma. Pulimi qo'y. Sen? Seni o'ldirib qo'ydigan bo'lsam. Gap qila, enak pul nerede? Enak pul nerede deyman? Gap qil. Bo'lmas bo'g'ib o'ldirdiman. Enak pul chiqar. Enak pullar nerede? Gap qil deyman. Gap qil. Bana pul kerak. Enak pullar nerede? Gap qil deyman. Gap qil. Enak pul.
Hey, yerini o'ltirgan qotil naq maydonda tutildi. Epninglar. Mana bu kan yaşqı dolğan qismətlər. Hakikaten eğitini sıkken. İçini iştiqən əmərsən. Cevapkar. Guvaçın var mı? Uyumdaki balı bakıcı guvaçı balalaydı. Hazır. Guvalık bəgüçi meydana kırsın. Siz kökenlerinizni eniq sözləng. Boladı, mən sözləb berey. O günü mən aşxanda tamaq etib atatdım. Birdilla vaqırğan avazını anlap жүгірәп kirsem, Merdan Bəxtinisanın gelini boğup piçaq danlap öldürməkçi bolub etib diken. Mən qoqub ketib жүгірәп çıxıb saqçığı məlum qıldım. Soç efendi, mening mi pakitim bu? Nem pakit vakin anlap bakaylı. Allah bakınız mı? Teşlik olma. Ma. Oy Soç efendim, mən dəp berey. Boğan işinin hemmini dəp berey. Məndə günah yok, bu balamda mı günah yok. Hemmi günah, aşı Merdan diyen eski de hemmi işini şu qıgan. Mən o lükçəknin damığı düşüp, bu balamның bəxti de otladım emes mi? Muş kızımı uval qıp koydum. Mən qıgan günahlarımı tovu qıldım. Əmdi pişman qısam ornıq kemigen. Oy qandak qılamı. Bəxtini sağ günahsız. Mən günahkar. Soç efendim beni cezalanlar. Köpçülük, tinişlinala. Hazır. Ahlıqçı sözünü bayan qılıdı. Baş soççı, men javobgarning havolısı bilen Jinoiy ishlar da'vo qonunining munosabatlik belgilamasiga asosan javobgarni oqlash fikrimni o'ttirib qo'ymoqchiman. Baya ayıplıgıcı organ Bəxtinisani qasdan qarshilik qilish jinoyat o'tkazdi deb ayıpladı. Men buningga tamamen qo'shilmayman. Men oqlayotgan Bəxtinisanining qilmishi butunlay yo'lli qo'dinish. Davlatimiz jinoiy ishlar qonunining 20-moddasida jamoat manfaati, o'zining yoki boshqalarning jismoniy huquqi va boshqa huquqlarni qilinayotgan qonunsiz ziyonkashligidan to'sish yo'lida tadbir qo'llanib, qonunsiz ziyonkashlik qilguvchiga ziyon yetkazganlar yo'lli qo'g'danganlar hisoblanib, jinoiy javobgarlik tortilmaydi deb belgilangan. Baya sud tekshirish va guvohchining guvohlik so'zidan shuni ko'rib olamizki, Bəxtinisa o'zining jismoniy huquqini, mol-mulk huquqini boshqalarning qonunsiz ziyonkashligidan saqlab qilish uchun yo'lli qo'g'dinib, Merdan pichoq tiqib etgan. Bosh sudchi, uning qilmishi butunlay yo'lli qo'g'dinishga yotadi. Shunga Bəxtinisa gunohsiz. Mening so'zim tugidi. Hazır so'timiz vaqtincha to'xtatildi. Hazır hüküm e'lon qilamiz. Hammamiz o'rnimizdan turaylik.
Sot mahkamamizning aniqlashicha, Baxtiniso Yusupning burunqi yo'ldoshi Baxtinisoning uyiga kirib, uningdan pul talab qilib, zo'rliq ishiltib, uni tigiga besib olib, gelini bug'ib, pichoq bilan o'ltirmoqchi bo'lganda, Baxtiniso yerdagi pichoqni olib, Mardonning so'l biqiniga tiqib etgan. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Jinoiy ishlar qonunining 20-moddasidagi belgilamaga asosan Baxtinisoning qilmishi yo'lliq qo'g'dinish hisoblanadi. Baxtiniso gunohsiz. Qo'yib berilsin. Pek yaxshi bo'ldi. Men bu 3 detillik hayotimda jamiyatni, ijtimoiy munosabatni, bo'libmi qanday yashash kerakligini obdonlik tushundim. Shundaqli millatimiz uchun ma'rifning naqadar zarurligini cho'nqur his qildim. Dadamning bir umr ma'rif uchun jon fidolik bilan ishlaganining sababini tushundim. Sizning beshingizga bunchalik fojia kelganligini zotli o'ylamabdiman. Buni fojia degandan ko'ra, siz degandek qonyoshlik qismat degan to'g'ri ekan. Shundaq. Bu men uchun bir qabahatli tush bo'ldi. Siz meni bu qabahatli tushni uyg'otib qutqizib qoldingiz. Sizga ko'p rahmat. Meni texchiyat ko'ryapsiz. Sizni bek azobga qo'ydim, meni kechiring. Yurtda nima ishlarni qildingiz? Qaysi birsini dey. Siz ketgandan keyin bir yilgacha qo'lim hech ish qilmadi. Keyin ota-onamning zo'rlashi bilan uylandim. Lekin ayolim tug'utda o'lib ketdi. Yatgan yeri jannatda bo'lsin. Ayrilish bakmi taskan baxtiniz. Mangulik birga bo'lish. Faqat ba'zi vaqtda bir orzu istak bo'lib qoladi ekan. Shu chaqdagi ayrilish zotli ko'z oldimda ketmaydi. Shu chaqda sizni ep qilamig'inimga bakmi uykunaman baxtiniz. Shu chaqdagi amaliy ahvol meni yurtdan ketishga majbur qilgan. Men har qanday ish bo'lsa-mu sizni kechirib yetdim qo'y baxtiniz. Men bu güzel shaharga qarab doim sizni eslaydim. Her daim xuddi siz mening yenimda badekli his qilatdim. Hamda yenimda davomli bo'lsin deb orzu qilatdim baxtiniz. Lekin biz bu yerga chiqishga payt kechikdi. Yo'q. Biz kechikmadik qadrligim. Bizning yuragimizda mehr muhabbat davomli yolqinjab turdi ekan. Biz mangu birga bo'lamiz. Sabr. Baxtiniz. Biz mangu ayrılmaylik. Mangu ayrılmaymiz. Gülüm vermiş kevi sevidullah.
Bye.